Bo'ldi ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Kelin boshamiz Sevinchxondan salomlarini qabul qilinglar. Obajonlarim sizga salom yor yor.
Aqromonlari yarashgan, jigarlari talashgan, qabul qiling. O'zim o'rgili oqibatliylar, murosai madoralilar, siylay rahimlilar. Sizga salom yor yor. Kuyov bolamizning opajonlari Feruzaxon, Madinaxon. Shodamisizlar? Mehmon kelsa xush degan, mehmonxona bo'sh degan. Shu qizimiz ham Sevinchxonga o'xshab bo'shangalarga kelin bo'lsinlar. Mehmon kelsa xush degan, mehmonxona bo'sh degan. Qabul qiling opajonlari, mehribonlari, sirdoshlari. Kuyovimiz singillari Fotimaxon. Sizga salom yor yor. Kelaveringlar guruhga bajarishga. Sizga salom yor yor. Yana salom yor yor. Bog'imizning anjiri, darvozamiz zanjiri. Qabul qiling opajonlari, singiljonlari. Sizga salom yor yor. Yana salom yor yor. Turmushga chiqamizda o'rganinglar kelin salomni. Xudo xohlasa tez keladi salominglarda ko'rishamiz. Salom salom yor yor. Kelin salom yor yor. Qabul qiling opajonlari. Sizga salom yor yor. Yana salom yor yor. Voy yuqsin yuqsin. Yana kim? Yana kim? Voy kelinimiz qanday, yangamiz qanday? Siz ikkita tomonga o'ynayotgansiz, a? Cho'qchaqasi ketib qolavergansiz. Ayting, keyingisi kim? Hoji onalarimiz bor ekanlar. Ular kelishdimi? Piyoda o'tirishdi. Bo'lmasa davrani kengroq qilamiz. Ochinglar. Hoji onalarimizga, hoji onalar. Sevinchxondan chiroyli salomlar qabul qilinglar. Tasbihlari qo'llarida, makatilloni yo'llarida, joy namozlari qo'llarida, Madinani yo'llarida. Qabul qiling buvijonlari, hojijonalar. Sizga salom yor yor. Yana salom yor yor. Yana kimlar bor? Endi qaynotamiz qolib ketmasinlar. Shuncha to'yga chiroyli sponsorlik qildilar. Shuncha orzu havaslarni ko'ngildagidan ham, farzandlari kutganlaridan ham chiroyli qilishdi. Salom salom yor yor. Buvijonisiga ko'p salom. Adajonisi, qaynotasi, juda chiroyli qarsak bo'lsin adajonimizga, o'g'il boqqanlariga, chiroyli to'ylab qotganlariga. Bilaklari baquvvat, hammaga qilar muruvvat. Bilaklari baquvvat, hammaga qilar muruvvat. Qabul qiling adajonisi. Sizga salom. San shu pul noto'g'ri ketib qoldi. Sen adashdingiz. Sizga salom. Sizga salom. Sizniki xabar bor. Endi 3-o'g'ilni uylantiryaptilar. Sizga salom yor yor. Yana salom yor yor. Endigi boraki barmoqlar yoymas sizga baraka bersin. Adajonisiga joy namozlar. Buvijonimizga ham salomlar. Endicha davrani kengroq ochamiz. Seriozniy salom bo'ladi. Kuyov bolamizga qanaqa Sirojiddin beli vafot qilib kelaverasiz. Hech qo'rqinchli joyi yo'q. Yigitlarning sardori, kelin poshamiz xaridori, kuyovlarning sardori, kelin poshamiz xaridori. Qabul qiling kuyov to'ra. Sizga salom yor yor. O'rgatib qo'ying nima qilishni. Sizga salom yor yor. Yana salom yor yor. Ko'p yashang, ko'p yashang. Yoqib ketdi. Endi yoqadi-de, yoqadi-de. Yetkazganiga shukur. Qo'sha qarang, vaqtni saodat beradi. Endi xizmatda turgan amakilar, tog'alar bor edi. Qani shundoq salom qilamiz. Qabul qilib olinglar. Kelib yugurib xizmat qilgan akalari, ukalari, jiyanlari. Qora tufli poshnasi, hokimlardir oshnasi. Qabul qiling pochchajonlari, tog'ajonlari, amakiyu, ukalari, akalari, jiyanlari.
jonisiga gap chaqqan qabul qiling jiyanlari sizga salom yor yor yana salom yor yor va mana shu bolani bitta qachon qilsinlar yuqsin olib keling bitta qachon qilsinlar bag'rlariga bossinlar yetsin xudo xohlasa 9 oy 9 kundan keyin poytaxtimizda 9-radonda 9-etajida soat 9dan 9 daqiqa o'tganda 9 kiloli egizak farzandlarni Allohim nasib qilsin. Bo'ladigan bolada mana bilib bir şey qilib ketdi. Sizga salom yor yor, yana salom yor yor. Bo'ynimdagi marjonim to'kilib shada bo'ldi. Rosa salom bergan ekansiz kelin boshqa. Bilar ekansiz-da mana qarang. Sizga aytar salomimiz hozircha mana shu joyda chiroyli tarzda tamom bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Juda chiroyli qarsanglar. Kelin boshamiz